Assalomu alaykum akalar ukalar quyosh quvozlari. Mana sizlarga bitta Andijonda qanaqa fermalar bor, qanaqa quyonlar boqiladi, kim tomonidan boqiladi, kimlar boqiladi. Shu xususda bitta video olib chiqyapmiz, ko'ryapsizlar. Bu safargi kelgan joyimizga mana Farhod akamizni fermalariga kelganmiz. Jala hududida joylashgan mini fermalarni mana akamiz o'zlari kelganmiz. Xudo xolasa mana 5-6 yillik tajribali quyonchi. Ham suhbat olib, suhbatlarni olib, quyonchilikka nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, quyonchilikda daromadlari qanaqa, shu xususda sizlar bilan birgalikda o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum Farhod aka. Charchamasizmi aka? Tinchmisiz? Ishlaringiz yaxshimi aka? Bir keldik aka. Rahmat, Allohga shukr aka. Charchamasdan. Quyonlar boqyapsizmi? Ko'paytiryapsizmi aka? Alhamdulillah, bo'ladi. Bir ikkita muxlislardan so'rashuvdi. Mana siz bilan gaplashib turganlar bor ekan, ko'pchilik. Doim suhbatda ham bo'lib turasizlar ekan. Shu akamiz ham bir fermalarga borib, bir video qilib bering, ko'rsating, qanaqa quyonlar bor, nimalar bor, havas qilamiz dedi. Qachon gruppaga quyon tashlaydigansiz? Quyonxonangizni ozodaligiga ishqiboz ekan ko'pchilik. Ko'rib hamisha qachon qarama pokiza, chiroyli turadi deganda sizga ogohlantirmasdan dabdurustdan keldik. Rostdan shunaqa turadimi deb turibman. Haqiqatda aytganlaridek aka, quyonxona go'zal. Oldin kelgandik, bahorda xabar bor, ko'rganlar bo'lsa videoni. O'zgartirib yuboribsiz aka, juda ham chiroyli qilib, yana ham kattaytirib, quyonlarni ham ko'paytiribsiz, kiletkalarni ham yangilabsiz aka. Juda chiroyli, zo'r qilibdi. Shu xususda bir qator aka video olib qo'yamiz. Bu yerda bir ikkita sotiladigan quyonlarni ham bor deganingiz, ularni ham bir ko'rsatib xalqqa. Umidjon, mayerdan oling-da. Mana shu yerdan bu yoqqa qarab bitta общий kiletkasini video qiling. Akalar, ukalar, mana shu ko'rib turgan kiletkalaringizlarni hammasini kendi ham qilgan ekan. Farhod akamizning ayollari o'z qo'llari bilan yasab, bitkizib, chiroyli holatga keltiribdi. Mana mashincha kiletkalarni ayol kishi o'zi qilib yuborishi oson emas, xabaringlar bor. Farhod akamizni yaqindan taniganlar biladi. Jigar sirrozi bilan kasallangan. Akamiz o'zi ko'p yura olmaydi, og'ir ish qila olmaydi. Shu quyonchilikning orqasidan oz-moz daromad qilib, ro'zg'or terib o'tadi. O'zini dori-darmonlarga quyonchilikdan 1-2 so'm bo'lsa ham foyda bo'lib turadi deb, mana shularni tayyor narsalarni sotmay, asosan bolalardan sotib tirikchilik qilib turadi. Bu xususda ham batafsil to'xtalib o'tamiz. Shuning hisobiga o'ylashinglar mumkin, birinchi bu videoni ko'rayotgan aka-ukalar, nimaga endi erkak kishi bo'lib turib, ayol kishi qilgan shuncha narsalarni, nima uchun ayol o'zi qilishiga qarab turgan deb yomon gumon kelib qolmasligi uchun qisqaroq to'xtalib o'tyapmiz akalar. Shunaqa qilib, mana ayol kishini shu narsalarni qilish qo'lidan kelgan, juda ham chiroyli. Quyonlariga endi birma-bir to'xtalib o'tamiz. Quyon kiletkalar ham juda chiroyli, zo'r chiqqan va bu yerda gollandskiy quyonlari bilan to'ldirilgan mini fermamiz. Bir qismi. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Mana bu yerda ham ko'ryapsizlar, bu yerda bolalaridan ham bor ekan. Mana pastki qismida mana quyonni barakaligini ko'ringlar. Nechta duran bolalaridan bor ekan mana. Juda ham chiroyli, zo'r chiqqan. Mittivoylar. Shu quyonlarimiz bolalari mana sotiladi. Xudo xolasa, Farhod akamizning nomerini ham bir yozib qoldiramiz. 200 ming so'mdan 300 mingga bolalaridan xarid qilishinglar mumkin. 2 oylik qilib beriladi. Hozir 25 kunlik, 30 kunlik atrofida. Bundan tashqari gollandskiy quyonimizni mana Gavana akrasidan ham bor ekan. Mana juda ham hadavoy, juda ko'pchilik sevib boqadi shu quyonimizni. Mana ko'ryapsizlar. 1 oylikda atrofida adashmasam bular. Shularni ham 300 ming so'mdan qilib berar ekan. Mana sifati juda ham chiroyli, zo'r chiqqan. Faqat soni ozroq, tezroq aloqaga chiqib, buni biron qilib olmasanglar, tezroq olib olmasanglar, ulgurmay qolishinglar mumkin. Mana buni onasini oldiga qo'yamiz. Bundan tashqari bu yerda germelin quyonimiz ham turibdi. 3 oylikda atrofida ekan, bitta pari. Mana tikkoklar, karlikli quyonlardan deb so'raganlarga bu quyonimiz ham. Farhod aka, buni nech pulga qilib beriladi? 300 ming so'mga ikkalasi. Akalar ko'ryapsizlar, akamiz
qimmat narxda emas, arzon narxda sotadi. 300 ming so'mga shu ikkalasini olsanglar bo'lar ekan. Mana juda chiroyli, oppoqqina quyonlar. Xo'sh, davom etamiz. Bu yoqda mana bunda ham mana panda quyonlarimiz, gollandskiy quyonlarimiz mana ayoli. Bu ham sotuvda ekan. Bu quyonimiz tayyor, erkakka qo'shib qo'yilgan, sababi qilingan, nasib qilib qolgan bo'lsa, xudo xolasa sotib olsanglar, balki tug'ib berishi ham mumkin. Farhod aka, bu ham sotiladimi? Sotiladi, lekin bo'g'ozligi to'g'risi aniq emas. Yo'q, endi bo'g'ozligiga javob berilmaydi bu narsani. Quyon ishqibozlari tushunishadi buni. Xuddi shu quyonga narxlanadi, qornidagi bolasiga savdo qilinmaydi. Sizga borib qochib qolgan bo'lsa, tug'ib bersa, omadingiz, bo'lmasa o'zingiz samiz solib qo'shib ishlatasiz. Samiz siz bo'lsa birga ishlatasiz. Nech pulga beriladi bu samkamiz? Bo'lishi 550 larga beriladi. 550 ming so'mga mana tayyor gollandskiy quyonimizni olib ko'paytirishinglar mumkin ekan. Bir marta ishlagan lekin. Bir marta ham ishlagan ekan mana, ishonchli narsa ekan. Bu yerda ham mana gollandskiy quyonimiz. Mana juda ham chiroyli. Bular sotuvda emas ekan. Asli bittasini sotar ekan. Sotishini sababi asli dori-darmonlariga ozgina pul kerak bo'lyapti ekan. Bu quyonimizni bolalardan ko'rsatdik. Shuni hisobiga akalar fermadan yosh quyonlaridan kattalaridan ham sotishga majbur bo'lyapti ekan. Gollandskiy gavanni samkamiz. Xudo xolasa bu ham qo'shib qo'yilgan ekan. Nasib qilsa bolalardan chiqaramiz. Sotuvga chiqaramiz deyapti. Mana bu yerda ham quloqini yoshligida onasi tishlab qo'ygan ekan. Quloqsiz samka ekan bu. Yo'q, tayda yo'q. Bu yerda yo'q, ha? Mana bu yerda gollandskiy gold. Endi yetilayotgan samkacha. Hali beri yetilmagan ekan. Bu yerda mana panda. Ko'ryapsizlar, mana nima uchun Farhod aka panda quyonlardan ko'p boqadi. Chunki buni xaridori ko'p, ko'rgan odamga albatta yoqadi. Yangi boshlaganlarga ham olib ko'rishiga shu quyondan boqqisi keladi. Bu yerda yaponskiy juda ham go'zali bor ekan, akalar ko'ringlar. Quloqi kalta, maskasi, sharflari ideal zo'r ekan. Bir martami? Bir marta dedingizmi, ikki martami aka? Ikki marta tuqqan, bir marta bolaga qaragan o'tgan yilda. Ikki marta tug'ib, bir marta bolaga qarab, bir marta bolaga qaramagan ekan. Lekin mana 1 yilga yaqin bo'libdi, bola ololmabdi. Shu quyonni shu turish holatiga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqib o'zi bilan ham gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, hatot baranimiz mana. Juda chiroyli, go'zal. Mana ko'ryapsizlar, quloqlari ham kalta ekan. Buni bolalaridan sotib bo'pti, hozir sotuvda yo'q ekan. Xo'sh, pastdagi hatot baranimizning bolalari bor ekan, lekin o'zi shu yerda birga kelgan odamlarning o'zi ikkitasi xardor bo'lib turibdi. Uchtasiga baraka bo'lib ketib qolmasa, aloqaga chiqib savdolashib olishinglar mumkin. Mana razna glaz ekan bu nimasi hatot. Bitta ko'zda surmasi bor, bitta ko'zda yo'q, lekin bolalari juda ham chiroyli chiqqan ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham go'zal. Farhod aka, hatotlar nech puldan deyapsiz? 1 million 200 dedim uchalasini. 1 million 200 ming so'm. Baraka bo'ldi. Bu baraka ham ana o'sha biz ulgurmay ham qolibmiz. Mana kadr bilan bo'lib, o'sha baraka bo'lganini ko'rmay bilmay qolibmiz. Alloh barakasini bersin. Eldor aka, sizga o'tdimi? Barakasini bersin. Satin. Hatot satin. Bu ham samka, xudo xolasa. Qo'shib qo'yilgan ekan, bolalarsa bolalardan sotilar ekan. Xo'sh, hatotlarimiz davom etadi. Bulari tikka quloq hatotlar. Mana ko'zida surmasi bor quyonda hatot deyiladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Ayollari bular. Sotiladiganlari hozir yo'q ekan, qo'shib qo'ygan ekan. Nasib qilsa bolalari ko'payganda bolalardan sotuvga chiqarilar ekan. Xo'sh, bu yerda ham hatot samkamiz. Keyin ko'p fermalarda ko'rmagan bitta narsaga e'tibor berdim hozir. Shu haqida to'xtalib o'tamiz. Mana yog'och novda meva daraxti nima uchun qo'yiladi? Sababi quyonlar kemiruvchi bo'ladi. Shu tishlari nima bo'lganda
va katta edi burchaklarni ham g'ajib qo'yishi mumkin. Shunaqa narsalarni ham qo'yib qo'ysalar, shu ishlayotgan qo'ygan narsalarni g'ajib tishini o'tkirlab oladi. Buni hozir qo'yamiz. Juda ham foydali Mana quyonlarga. uni Elyor aka. Mana kichkinani. Xo'sh. Mana kichkinani. Hatot. Bu ham samka juda ham go'zal ekan. Kalta quloqlari ham, ko'zlari ham qora ekan. Xo'sh, akalar mana karlik panda quyonimiz bor ekan. Gollandskiy gold. Bu yerda almazning glazmi bu aka? Yo'q. Nima bu? Ha, minilobmi? Angliskiy minilob akalar kelar mana ko'ringlar. Juda ham go'zal. Angliskiy minilob. Voh, basharasiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r ekan. Quloqlar turyapsizmi shekilliga? F09. Qanday? Yo'q, 0707. Ha, Fazlixondan Namangandan kelgan ekan. Minilob boqmaganman deb hayron bo'lib turganda. Akalar mana kulminatsion nuqtasi. Kulminatsion nimasi? Xullas mana gepard. Karlik O'zbekistonda karlik gepardlar juda kam, Rex bu. Ikkita bolasi bor ekan. Bitta yapon, mana chiqaraman, ko'rib video qilib olasiz. Bitta gepard, bitta yaponskiydan chiqqan ekan. 1 oylik atrofida bo'lsa kerak, Farhod aka. 25 kunlik ekan shunaqa. 25 kunlik ikkita, ikkalasi ham ayol ekan, samka. Xarid qilsanglar bo'ladi mana O'zbekistonda kamyob, noyob deganlari. $50 yaponini, gepardini $100 berilar ekan. 15-kuni 1 oylik bo'lar ekan. 15-kuni 1 oylik bo'lar ekan, uje 1 oyga yaqin qolibdi. Buni ashi 45-50 kunlik qilib beriladi. 2 dona tug'ilgan ekan. Hatot Kakula samec. Xo'sh, bu Minilov split. Bu ham samec. Bu yerda Almazning glas. karlik baran almazning glas. Xudo xolasa bolalardan sotuvga chiqqanda aloqa chiqarasizlar buni. Pastda germelin samkamiz bor ekan. Hatot samecga qo'shilgan ekan. Endi tajribaga asoslangan holatda qornida bolalari bilinib turibdi. Endi qornida bolasini hisobga olmaysizlar. Xullas shu quyonimizni 400 ming so'mga bo'lsa berib yubordilar ekan. Bu ham sotuvda ekan. Xo'sh, pastda Hatot samesim o'ta dahshat zo'ri bor ekan. Hatot baran. Bu yerda yana bitta samesini ham ko'rsatamiz. Bu bittasi juda ham go'zal, bez petno. Bu yerda ham akalar, bu yerda diqqatimni o'zimga tortgan bitta quyon bor ekan. Xullas mana shu splitdan chiqqan ekan. Onasi shu, otasini ham ko'rsatamiz. Mana samkani qaranglar. Kallani o'ta ham dahshat zo'r ekan. Mana ko'ringlar. Shu quyonimiz ham sotilar ekan. 400 ming so'mga bo'lsa berilar ekan. Juda ham go'zal. Aloqa chiqib olsanglar bo'laveradi. Bitta o'zi katta bo'lgan ekan. Mana hozir ham mana enasi bilan yuribdi. Buni otasini ko'rsating alohida. Otasi ham o'ta ham bomba ekan. Mana kallalariga ahamiyat qilinglar. Juda ham go'zal. Mana Minilov split. Juda ham go'zal. Otasi shu, onasi shu. Xo'p, bu yerda Angliskiy minilop ishqibozlari. Sizlar keyingi partiyasini kutib turasizlar. Sababi buni ichidan bron bo'lganidan bor ekan. Mana haqiqiy Angliskiy minilop qizil ko'z. 3 ta ekan, buni bron bolalardan bron bo'libdi. Mana juda go'zal holatda. Mana shuni qaranglar. Mashalloh. Juda go'zal. Ota-ona Angliskiy minilop. Xudo xolasa bu safarga ulgurmay qolibsizlar. Keyingisiga aloqa chiqarasizlar. Bu yerda karlik tikka quloq gallan samka. Bu yerda Rex tricolor karligi. Hozirgi gepard samkani eri bu. Narigilarda otasi, kichkinalar. Bu yerda mana Hatot samka bor ekan. Almazning glas sames bor ekan. Bu yerda mana hozirgi kunda trendda bo'lgan karlik strakach samka. Xudo xolasa qo'shib qo'yilgan ekan. Strakach turvaznoyga. Nasib qilsa bolalari sotuvga chiqsa, aloqa chiqib gaplashib olsanglar bo'laveradi. Gollandskiy gavanan erkagi
Juda ham moshni zo'r ekan mana. Samka u. Ko'ryapsizlar. Samkami? Bolasi bor, ha. Samka ekan akalar, bolalari bor ekan. Mana yangi tug'ilgan chaqaloq. Bolajonlarni ko'ringlar. Bularni ham aloqachiga bronxselar bo'laveradi. Asha aytilganda 300 ming so'mdan donasi. 45-50 kunlik qilib beriladi. Böyle gavanı. Sames mi bu? Ha, samet bu. Bu sames ekan. O'ta moshni. Rex Kardik Dalmatin. Bu da olasa 1-2 kunda tug'ar ekan bu. Bu ham tug'sa bolalarni aloqachi qilib sotib olsanglar bo'laveradi. Xo'sh, kelgan akalar mana bu yerdan tikka quloq gollandskiy bor ekan. Bu yerda mana gavani. Xo'sh, eng dahshat quyonlardan bittasi. Hatotni ko'ringlar akalar, samesni. Ular juda ham kalta, sifati gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham oliy. Ular bashara. Ular quyonni o'zini olay. Mana. Juda ham dahshat. Bomba ekan. Bu yerda mana bitta sames, pastda hatot banandi ham vahshiy bombasi. Buni alohida e'tibor qilib qo'ying. Holda. Xo'sh akalar, ukalar, quyonlarni ko'rdinglar, quyonxonani ko'rdinglar, juda ham zo'r, hammasi juda ham haqiqatda pokiza saqlanyapti quyonlar, yaxshi ko'payyapti. Bolalarni chiqib aloqachisilar bo'ladi. Farhod aka, endi bir ikkita savollarimiz bor aka. Akalar, Farhod akani ko'p qiynamaylik degan holatda ko'p gapga ko'p savol bermadik, ko'p gapirtirmadik. Sababi aytdim, sog'liqlarida ozgina muammo bor deb. Shuning uchun yengil bir ikkita savollar beramiz. Aka, quyonchilik boshlaganingizga qancha bo'ldi? 21damikan, 20 oxiridamikan. 4 yil, 5 yil bo'lyapti. Quyonchilikda o'zi daromad qanaqa bo'lyapti? Yangi boshlayman degan qiziqqanlarga tavsiya qilasizmi? Albatta, tavsiya qilamiz. Tirikchiligi, misol daromadi, misol yaxshi qarab, yaxshi parvarish qilib, hamma narsasini vaqti-vaqtida qilinsa, daromadini oladi baqqan odam. Endi hali bee'tiborlik qilinadigan bo'lsa, misol shuncha quyon bo'lsa ham daromad qilolmaydi. Hamma narsaga mehr berish kerak. Mehr bergandan keyin daraxtni ekkandan keyin mevasini olaveradi-da. Albatta. Endi alhamdulillah, misol shuncha quyon boqyapmiz, endi hali noliydigan sharoit bo'lgani yo'q. Tirikchiligimiz o'tyapti. Dori-darmonimizga ham aytganimdek hali yetkazyapmiz. O'zini yemini qoplayapti. Shu narsani qoplab, ro'zg'orga foyda bo'lib turibdi-da. Ro'zg'orimizga yarasha chiqib turibdi. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka, sizni ham oshcha bezovta qilmaymiz aka. Xudo xolasa qanaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha biz ham xizmatga tayyormiz aka. O'zaro joylarga pochta qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsiz aka, o'zimiz ham olib jo'natib beramiz qo'ldan. Shunchalik rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Elyor aka ham doim bo'lib qolsa o'tkazyapti, nima qilyapmiz, chiqarib beryapti, qayerga bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Allohim nimaki mushkullar bo'lsa, mushkullarni yengillik qilsin. Barchalarimizga avvalambor Allohim hamrohinglar bo'lib, o'z panohida salomat asrab yursin. Barchani quyonchiligiga Alloh barakasini bersin. Kelsin aka. Akalar, ukalar, xudo xolasa fermani ko'rdinglar, qanaqa quyonlar borligini ham bildinglar. Bo'g'ozlarni ham ko'rsatdik, qo'shib qo'yilganlardan. O'zingizlarni qiziqtirgan quyonlar bo'ladigan bo'lsa, pastga nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol akamizga aloqa chiqib olasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beradi. Bolalardan sotib olsanglar ham bo'laveradi, kelishilgan holatda. Biron qilaman degan quyoninglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqib olasizlar. Bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa, keyingisi balki siz bo'lib qolishingiz mumkin. Bizni kutinglar, inshaalloh fermerlarga borib, chiroyli bir qanaqa quyon boqayotganinglarni bir xalqqa ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bittadan like tugmasini bosib, podpisatsiya bo'lib, shu videomizni boshqalarga ham tarqalishiga o'z hissalaringizni qo'shib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Quyonchilik boqaymi deb o'ylanmasdan gazni bosinglar.